Yaqinda bir joyda o'tirganimizda palonchi ko'rinmaydimi deb qoldi mahalladagilar. Ikkinchi odam aytdiki, u dedi, aravakashlik qilyapti dedi. O'rta yosh odam ekan, nafaqaga chiqqan. Nafaqaga chiqib endi ozgina bir kira qilar ekan, ertalab kechqurun. Hozir aravakashlikka o'tgan deyapti. Bu qanday musulmonchilik? Bir odamni halol bir mehnat bilan bola chaqamga bu narsa topib kelaman deb qilayotgan mehnatini kulgiga olib masxara qilishlik bu iymonga to'g'ri keladimi? Musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Birovni qilayotgan mehnatini, mashaqqatini, zahmatini zarracha malomat qilishimiz kerak emas. U bola chaqa boqyapti. O'g'irlik qilmayapti. Birovni haqqini yeb yurmayapti u. O'g'irlik qilmayapti. Halol mehnat qilyapti. Shuning uchun azizlar, mana bu yerda do'stlar, yigitlar, do'stingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, boymi, kambag'almi, ehtiromli munosabatda bo'ling. Mansabiga qarab, ishiga qarab, kiygan kiyimiga qarab emas, uni halollik va pokligiga, mehnatkashligiga qarab munosabatda bo'lishligimiz kerak.